Bari. Savol beringda deydi. Savol beramiz. Birinchi tanishtiramiz. Bizada mehmon. Hop. Ibrohim ismlari. Mani LinkedIn, Twitter va boshqa joylarda ko'rishim bo'yicha o'sha sun'iy intellekt, IT bo'yicha. O'zingizni tanishtiring. Tabii, yaxshiroq bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xo'p. Mani ismim Ibrohim yokida основной internet o'zi Yaps deb tanilganmi? Yaps GG. Ya'ni good game degani. Xo'p. Yangi O'zbekistonni bitirdim bu yil. Undan yangi O'zbekistondan tashqari activity juda ham ko'p. Основной social networkda o'tiraman. И oxirgi 3 yil desam bo'ladi. Чисто log in bo'lgan. Va sayohatlarga chiqdingiz. Shunaqa. Sayohatlar ko'p joyga bormaganman, faqat Xitoy, Ko'p joy bor. Xitoy, Turkiya. Qozog'iston, what else? Xitoy, Turkiya, Qozog'iston. Ko'pincha Xitoyda bo'lganman. 2 marta Xitoyda bo'lgan bo'lsam. Ko'p joy emas. Boylandim ondan so'ng. Xo'p, Shinyangda bo'ldim. Dalian, Bensi, Guangzhou, Guangdong и Shenzhen. Mana 6ta shahari и provinsiya ham bo'ladi. O'sha shaharda bo'ldim. Ikkalasi har xil provinsiyada, Liaoning bilan adashmasam Guangdong degan provinsiyada. O'zbekistonda yaqinda Xorazmda bo'ldingiz. O'zbekistonda Xorazmda bo'ldim. O'zbekistonda men faqat Namanganda bo'lganman, keyin Qashqadaryoda, chunki men Qashqadaryodayman. LinkedIn'dagi postingizni ham Twitter'dan Xorazmga olib kelishadi. I went to Xorazm and taassurotlaringiz. Taassurotlarim ya'ni qanaqa o'zi protsess qanaqa bo'lgan, rasmlari bilan Long read. Yo'q, uncha. Yo'q, o'zingiz aytib bering odamlarga. Xo'p. What else? Loyihalaringiz. Loyihalar, qaysi loyihada gapirsam bo'ladi? Loyihalar juda ham ko'p. Yaxshisi. Masalan, eng yaxshisi emas, просто yoqqan. Yo'q, qarang. Yaqinda Turkiyada borgan bo'lsam, yaqin emas, endi o'tgan yil sentyabrlarda Turkiyada qanaqa bo'ldi? Teknofest bor. Biz har yil o'tkaziladigan juda ham katta festival, u Turkiyaniki desam, tipa nomer 1 desam bo'ladi. O'shanda qanaqadir adashib bordim o'sha yerga. O'tda saralash o'sha yil 2025 fevraldan boshlangan. Qarang, fevral, undan keyin bahor, yoz, o'sha mana shu 6 oydan ko'p ketgan o'sha saralash, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich. Keyin oxiri 3-bosqichdan o'tganimizdan keyin mana Teknofestga let's go, we will cover your flights, we will cover your accommodation, let's go to Teknofest deb chaqirishdi. Qanaqa proyekt? COMED degani bor. Collaborative Medicine degani. Collaborative Medicine with AI. Uni основной maqsadi brain MRI bor. Ya'ni magnetic resonance, bilsangiz kerak, miyani skaner qiladi-yu, o'shanaqa narsa. U полный mashina avtomatlashtiriladi. Qanaqasiga? Masalan, siz doktorga borasiz, sizni oq ustroyство bo'ladi, sizni yotqizib kiritib yuboradi. MRI bilaman. Bilasiz. Ozgina tushuncha beraman-da. Mabodo bilmaysiz. O'zim ham tushkim kelyapti, miyam tekshiring kelyapti. Da, o'shani undan keyin rezultatni hid doktorga beradi, ya'ni glavoratchisiga yozib beradi, conclusion. O'shani polni avtomatlashtiradi, ya'ni unga prosta o'zingiz rasmingizni joylashtirasiz, rasmdan o'zi CV ishlaydi, computer vision aniqlaydi, o'zi graduslarni topib, region of interest topib, undan keyin sразу aniqlangan grafiklisini LLM ga yuboradi, large language model. U shunda JSON strukturada ketadi. JSON struktura qarab turib, conclusion sразу yozib beradi. Sizda shunaqa narsa, bunaqa narsa bor yoki sizda bunaqa narsa qilishingiz kerak deb. O'sha polni workflow ni avtomatlashtiradi. O'sha loyiha bilan Teknofestga ketganmiz. Undan tashqari u loyiha tipa men o'zi ko'pincha bunaqa deyman. One of the failed startups, chunki uni juda ham ko'p joyga olib chiqqanman. Undan tashqari Karek degani bor, eshitgan bo'lsangiz. Asian Development Bank
Carrick University yana 3-4 ta hamkorlar bor. Ular ham har yil o'tkaziladi. O'shanda ham yutgan regional finalist bo'lganmi, shunaqa regional finalist. Undan ham yutgan, undan keyin yana 3-4 ta joyda yutgan. Yutganda shu nimadir Zo'r. yutuvga nimadir beradimi? Masalan, Technofestga cover qilib berdi, boshqa joyda kreditlar, qanaqadir masalan tokenga, masalan Google Clouddan 150 yo'q. Qanchadir olganman, Microsoftdan 150 ka. 150 ming. U Dollar Kredit, beradi. kredit. Faqat loyiha uchun-da. Faqat loyiha uchun. OpenAIdan 5 ka adashmasam. OpenAIdan 5 ka. What else? Amazondan 10 ka. Zo'r. One of the failed startup but kind of successful deydi. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa. Zo'r. Undan tashqari Hozir nima Google nimadir so'rasa chiqyapti video. Hackathon. hackathon. Men qilayotgan hackathon aytasiz. Siz qilyapsiz? AI Vibe Coding hackathonda. O'shani aytib bering, men uncha tushunmadim. AI Vibe Coding hackathon ketyapti. Men uni yanvarda boshlaganman. 3-yanvar. U qanaqa ideya keldi? U haqida men artikl ham yozganman. Ideya qanaqa kelganda. Bu 2025 tugadi, 2026-yil keldi. Nimadir qilish kerak, hype qilish uchun. I just tried to get viral deydi. Hype qilish kerak. Okay. 2026 AI chista vibe coding, chista viral bo'ladi. Okay, let's do the hackathon dedim. AI vibe coding hackathon. Hammasi keywords ko'rayotgan bo'lsangiz, AI vibe coding hackathon. Deb post ochdim. Page create qildim, hackathon hammasini dizayn qildim. Просто publish qildim. LinkedIn, Twitter, har xil social media просто post qo'yardim. Keyin o'zidan keyin viral bo'lib ketdi. Odamlar kelyapti. Har 3 kunda 100 tadan odam kelyapti. Undan keyin bir haftadan keyin double bo'ldi. Hozir adashmasam 700 tadan ko'p odam registratsiyadan o'tgan. Keyin bizda sponsor vashi dahshat bo'lgan. Qarang. Men post qo'ydim. Eleven Labs eshitganmiz. Siz eshitganmisiz Eleven Labs? Voice bo'yicha AI voice. Eleven Labs number 1 AI voice in the current market and like all around the world. They just contact me via email. Emailda menga chiqishdi. Bro, you are doing the hackathon, so we are sponsoring this. Proposal bilan chiqqan. Shunaqa narsa beramiz. Masalan, hamma participantga 3 oy pro access. Bu degan $66 sizni oshishga mazza qilasiz. Yoki qanaqadir proyekt topshirasiz, hozir esimda Best Use Alliance-mi, har xil narsasi bor. Unga yana qanaqadir yana birinchi главный priz bor. Scale yoki Enterprise degan versiyoni $330 bir oyga. 6 oy beramiz. Tasavvur qiling, $2000. Endi up to 6 people. Tasavvur qiling, siz 6 ta odam chaqiryapsiz. Bro bu yoqqa deb qatnashingiz. Siz bu yerda 6 ta odam uchun tasavvur qiling 12 ming o'zi. Elanlar ketyapsiz. Endi siz uni boshqaga sotib olsangiz bo'ladi. Kayf. Elanlar shunaqa chiqdi. Elanlardan oldik. Undan keyin Daytona bilan gaplashdim. Daytona bu hozir current marketdagi главный sandbox. Masalan, sun'iy intellektni run qilishingiz kerak, secure run qilishingiz kerak, har xil vulnerability bo'lishi kerak. Daytonani ishlatib secure run qilishingiz mumkin. O'shandan ham bor bizda sponsor. Zo'r ham bor, Nord Securityda. Nord bilan bilasiz, NordVPN, NordPassword, Nexus degani bor, Saily degani bor, ism tarqatadigani. What else? Incognito degani bor. Juda ham produktlar ko'p. O'sha ham sponsor topyapti. Undan tashqari educational bor. Masalan, bizaniki Mobile, Mirzo Ulug'bek Legacy, ular ham educational sponsor. Siz eshitmagansiz? Al-Xorazmning tagida ochilganmi? Maktabda. Kimni? Maktab. Johor taniysiz. Johor. Kim familiyasini Johor? Bekturdiyev degan. Kim bo'lib ishlaydi? Telegramda, Instagram. O'zbekistonda. Nima? Yangi O'zbekistonning nimasi? 3-kurs universitet. Student. O'shasini yuritadi. Mirzo Ulug'bek Legacy degani bor, Mobile. O'sha ham educational partner. Keyin Intern DB degani bor, US based. Ular ham educational partner.
ular чисто intervyular uchun, internshiplar uchun, masalan, men hozir Amazondan tasavvur qiling, men Amazondan offer oldim, man revyuni yozishim mumkin. Ya'ni bunaqa intervyu bo'ldi, bunaqa narsa. O'shani database internetga. Ularning eng qiziq founderlari Nvidia, Tesla, Amazonda ishlaganlar. Zo'r. Maqsadlar Ishqilib, katta. workshoplarni bosib tashlasak bo'ladi. Ashi kayf. Zo'r. Mentorlar ham masalan ADP listni eshitganmiz. ADP list. Eshitmagansiz. ADP list degani bor. Mentor topsa bo'ladigan. O'sha yerda ham yana bittasi bor. Top 10 talik iOS engineer. O'sha ham mentor yoki ICPC ni bilasizmi? ICPC competitive programming. Sport Siz bilmaydigan narsalar ham bor ekan. U bilan ham bo'lmasa xatda ishlaydilar. Anaqa rosa ko'p IT bo'yicha yana nima? Pen testing. ixtisoslashim hozir Pen testing. cyber security dasturlar. Cyber security. Rosa tushunmaydigan narsalarimiz haqida gapirib o'tirardi-da. Sal tushunishni boshladik buni. Xat. Namyoda. Siz ham ishlayapsiz. Men ishlagandim bu yerda. App'amda ishlamaganman, bu yerda ishlaganman hatto. Cyber security bo'yicha. Yo'q, men mediasini boshqarib berganman. O'quvchiga bil. Короче, bular biz tushunmaydigan tilda gapirib o'tirardilar. Biz tushunardik ozgina. Siz hozir bular tutishingiz Men hozir bu gapirayotganim Enchidan. 10% emas, hozir. Gapiradigan narsa million qilib yotibdi. Sizni jim qiladigan odam topdi. Productionga chiqqanlar. Masalan, Anora Labs degani bor. Anora Labs. Undan tashqari Anora Labs boshqa Anora Labs ham Anora chiqdi. nimaga aloqasi yo'q? Serial. Yo'q, ko'ryapmiz. Eshitganman. siz ko'rganmisiz? Yo'qda. Ko'rishim kerak. I should watch this. Yes. Yo'q. Yo'q, ikkita Anora Labs bor, bu boshqasi. Mana LinkedInda ko'rishingiz bo'ladi. Bu ham vibe qilingan. Vibe code? Yo'q, partially vibe code. Unga o'zi anaqa qayerdan kelgan? Inspiration. Men o'zi anaqa qilaman. Bu o'z vazifasi nima aytib bering? Shu? Yo'q, boshqa Anora Labslar ko'p ekan, men ham qidirib ko'rdim. Keyin topdim. Ko'rdingizmi? Anaqasini birinchi chiqaryapti. Qanaqa? anora.yaps.gg Yaps double P. yaps.gg Double P. Yo'q. Yo'q, Telefonda ishlatamiz lekin. Chunki anaqa. Responsive. Yo'q, u telefonda ishlatib bo'lmaydigan narsa-da. Birinchi bo'lmaydigan proyekt. Flora fauna bor, masalan. yaxshi odamni chaqiribman. Qarang. What is this? Flora faunani eshitganmisiz? Flora. No. Yaxshi sizga nima deydi? Men o'zi dizaynga qiziqaman. Dizayn. Buni eshitganmisiz? 3D modeling. Yo'q, qarang, men o'zi dizaynga qiziqaman. Dizayn chista kreativ narsalarga. Flora fauna degani bor, US based company. Ya'ni bu tasavvur qiling, men kreativ agentstvoman, manga client bor. Nike, Adidas, MS, GF degani bor. Har xil world known anaqalar bor. O'sha brendlar bor. bitta joyga ishlab ketish kerak menimcha. Ular menga aytibdi. Masalan, bizga shunaqa video kerak. Lekin sizda qarang, sizda kamera, hech qanaqa setapsiz. Prosta emas, platformani ishlatib turib, Siz taqqosingiz ham bo'lar ekan. turib, anaqa qilishingiz mumkin, video qilishingiz mumkin. Nike uchun yoki image qilishingiz mumkin, qanaqadir posterlar Nike uchun, Adidas uchun. Shunaqa brendlar qiladigan platforma. Bunga bu o'zi adashmasam fevralda, ya'ni mashq ko'rinishga kelgan. Bundan keyin men uni yozda ko'rganman. Flora fauna YouTube'da ko'rib qolganman, qarasam, o'sha zonasi qotdi. Let's clone this. Bu ham Open source mi? yo'q. How did you clone Open that? source qilmoqchi edim. Yo'q, prosta qaraysiz. Qilmoqchi emas, qarang. Amazonda bor-ku. Amazonda ko'rasiz. Okay, product chap tarafda, sidebar bu yerda. Bunaqa bosing, bunaqa design. chiqadi. Yo functionality. Masalan, qarang. Bunaqa qotdi, bunaqa liniyaga tortdi yoki bunaqasi bunaqa request ketadi. Prosta. Ya'ni agar software ichida bo'lsangiz, buni klon qilish umuman qiyin narsa emas, boshqa narsa. Prosta o'tirib bir oyda klon qilganman. Hozir bular juda ham upgrade qilib tashlagan. Men uni developmentni sentyabrda to'xtatib qo'yganman. Hozir sentyabrdan beri hech qanaqa push ketmagan.
o'sha eski versiyada lekin normal ishlaydi. Qaysi til o'zi? Next.js, TypeScript, JavaScript. Yana nima? Subbase database uchun payment endi qo'shyapman. Payment Polar eshitganmiz. Polar Stripe'ga Stripe eshitganman. o'xshab ketadi. Stripe lekin bizda ishlatmaydi O'zbekistonda. Chetdan o'qib ishlaydi. O'shaning uchun Polar hozir Polar o'zi oldin wrapper degan narsani eshitganmiz. Everything is AI. You are just an AI wrapper deydi. Siz eshitmaganmisiz? Hammasi Eshitgansiz? You are just AI wrapper yoki Taqoling shuni siz. ayyor nima ishlatadi? Misol ChatGPT API yoki Oh, nice. da tipa nimadir qilsangiz Ayyor. it's just a wrapper deydi. Da qo'ydim. Tipa shunaqa mavzuni yozdim. Lekin AIdan foydalanib zo'r program qilishayapti hozir. Qozog'iston va qozoq tili bo'yicha. Higgisfield deyapti. Ha? Higgisfield. Higgisfield. No. Higgsfield. Eshitgansiz? Hugging Face bilan shug'ul. Siz adashmasam unaqa kreativniy anaqa narsani ham bilmasingiz kerak. Higgisfield Texnik taraflari. yo'q, o'zi Higgisfield juda ham ana hype AI? bo'lib ketgan narsa. Higgisfield. Eshitgan. Siz eshitmaganmisiz? Eshitgansiz? Ya, Boshqa men hayf- vaqti uzoq Ha, bu yaqinda chiqdi bu. faqat ChatGPT. Boshqa odamlar Alex bola, Alex Mashhur degan bor. boshqa odamlar Tipa yuzini anaqa. tebratib. Nu tipa shunaqa ham. Bir O'zi gap- andijonlik. Nima ko'rdimmi? Instagramdan keldi bu. Biz Hamma ana boshqa yangi odam O'zbekistonga keldi. Anaqa founder Alex Mashhur. Andijonlik o'zi. Bu lekin noqonuniy ishlagan. Lekin normal tipa Deepfake o'xshagan narsa. tipa любой narsa qilsangiz bo'ladi. G'irt deepfake. Deepfake boshqa narsa. Ya'ni hamma narsa bor. Sekin mana shu deepfake'lar uchun ham qonunlar chiqariladi. Menimcha. No bro. Ya chiqaradi. Yo'q, Yes. Chiqqani yaxshi lekin qaysi bir chiqqani zamonda. yaxshi. Qaysidir u qonun degan cheklab tashlash emas. Endi bir xillarni videolarni tarqatib. Yo masalan tasavvur qiling, siz akkauntingizni kimdir buzib kirdi, hacker buzib kirdi. Higgsfieldda siz gapirib turib Gapirib, noto'g'ri gaplar Yo'q, qarang, to'xtatoradi. qo'yar emas. Hozir qilish, siz qilishingiz mumkin hozir shuni qarang. Prosta qarang. Yo'q, qarang, yo'q, aytolmayman. Endi bu Bu axloqiy вообще tomonlarni o'ylab chiqish Ana. kerak-da. Nima demoqchim? Puf bo'lib qoldi. Juda ham oson narsa. Siz rasmingiz bor, rasm tashlaysiz bo'ldi. Video любой narsa qilishingiz mumkin. Yo'q, qarang, bizdan Gen Z avlod tushadi bu narsani. AI qilingan bo'lishi mumkin deb tushadi, lekin katta avlodni u reallik Umuman tushunmaydi. Yo'q, oddiy ana misol uchun real deb o'ylaydi. Qonun chiqarib yuborish mumkin-da ular kerak bo'lsa. Bosim qilishi mumkin I o'sha don't know, it's kompaniyaga. kind of it's hard because Sekin shunga can- qarab ketamiz. you Well, speaks back. We have an audience which doesn't get English. Biz properly. subtitr yozib chiqishimizga to'g'ri keladi. undan soqqa keladi. O'shaning uchun qonun sal boshqacharoq chiqadi. O'shaning uchun. Soqqani ular bersa, kattalar bersa, Yo'q, qarang. ular qilmasligi ham mumkin. Yo, tagiga misol uchun qanaqadir nima qoldiribmi nishon bu AIda qilindi. Ya Hamma biz narsa soqqani social- esdan chiqaring-da, axloqiy tarafini. Yo'q. It's 2026. Bilaman, yo'q, ba'zi 26. bilaman. Bu odamlar 20-asrda ham aytgan, hozir 20-asr degan. Ba'zi axloq degan narsa Da, shunaqa narsa bor, lekin I don't know, like it's kind of hard and in social Hozir, mana networks, hozir qarang, social networkda everyone is scammer. You know? I think you know this. Ha. In social network everyone is scammer. Masalan, siz Twitterda ko'p o'tirasiz yoki bilmadim ko'p o'tirasiz, ko'p o'tirmaysizmi? Ko'p o'tirmayman, rasm qo'yib chiqib ketdim. Men ko'p o'tiraman. O'shaning uchun men juda ham diverse narsalardan xabarim bor. Masalan, kripto, tokenlar, Da, bundan chiqadi. yoki Trump o'zi Ha. chista scammer. Yo, masalan, Gemini'da rasm generate tagida Gemini logotip qoladi. AIda qilgan bu tagida. Jekini bu. Qarang, qarang. Man qarang. Sal yo'q. Masalan, kreativ Taqiqlash kerak demayapmiz. Prosta o'chiramiz bo'ldi. Prosta o'chiramiz. Просто buni anaqa hozir masalan siz bilmaysiz, Fikratda sun'iy intellekt falsafasi bo'yicha, mana shu axloqiy tomonlari bo'yicha suhbat qilishyapti. Uni qonunlar qo'yib tashlashimiz kerakda, shuni bahs qilishyapti-da. Ya'ni to'g'rimi, siyosatchida, faylasuflar, umuman siyosatshunoslar, faylasuflar, Hamid Sodiq, Avazbek Isaboyev, Fikrat deb yozsangiz chiqadi. Hamid Sodiq Okay. bizada mana ustozim deydi. Ular mana shularni nima deydi, polniy bahs qilishadi-da. Va qonunlar chiqarishga ulgu emas. Qanaqa qonun chiqarish kerak? Masalan, o'sha
anaqada social mediada hozir shunaqa bo'lyapti, erkinlik bor. Hamma ideologiya, hamma narsa birinchi chiqsa, erkinlik cho'tki bo'ladi, hammaga imkon beriladi. Hammasi zo'r. Lekin u daraja hokimiyat darajasiga уже chiqsa, уже o'ylab ko'rishadi. И buni o'sha sotsiologlar, faylasuflar, siyosatshunoslar o'tirib, anaqa qilib, anaqa qonun ishlab chiqishadi. Endi nima qilish mumkin, nima qilish. Hamma ideologiyada hamma narsa kirib kelganda, telefon, boshqa narsalar kirib kelganda, shunaqa bo'lganda, hozir ham erkinlik davri, scamming, mana shunaqalar kuchli. Men o'ylayman, baribir bo'ladi. Ana unda shunaqa bo'lmaganmi? Pluribusda. Bu hozir hammasi prям zo'r, baxtli. Pluribus ko'rdingizmi? Pluribus ko'rganmiz. Yo'q. Короче, Вообще. hive mind bo'ladi, hamma ongiga bir joyga yig'iladi. Misol uchun men bilgan narsani 5000 kilometr yo'lda odam biladi. 2 yoshli bir odam men bilaman. Ya'ni butun insoniyatni ongini bitta hive'ga birlashtiradi. Вообще zo'r serial ekan. Odamlar bir-biriga yo'lanadi, hammasi biladi. Bro, very- it's like it's doable Yeah. in current days. In current year or like nowadays it's doable. We have errors. Bizda boshqa ko'p narsa bor hozir. Masalan, AI computing, data, Yo'q, men o'shani so'ramoqchi edim. Вообще O'shanda shunaqa ko'p bo'lmaydi, hozir hardware, prям hamma software. narsa erkin. Shunga o'xshash narsa, ya'ni Neuralink ko'ryapsizmi? Update'larni. Elon Musk. Ha, Neuralink. lekin Hozir yangi update'lar chiqqan, hamma masalan, narsa borda. chip qo'yasiz. Soxta baxt degan narsa bu qo'ydi. Fake happiness. Ya'ni odamlar ko'zida hammasi chiroyli ko'radi, lekin real hayot bunaqa emas. Misol uchun you have so Bo'sh. many viral friends, no viral, virtual friends, but you don't have any friends in real life. Like that I'm talking about. You got- Internetda marketing zo'r, Ya'ni o'zi empty. misol uchun internetda onlaynda Yo, ishlayotgan kanal bilan shunaqa. ishlagan botlar bor. Ular zo'r do'stsiz, lekin real hayotda odamlar bilan gaplashib bunaqa real talking qilish Gaplasha olmaysiz. Detroit bo'lib qolasizda. Yo'q, ayollar I'm talking about- anaqa sessiyada Yo'q, bo'ladi. u ham to'g'ri, lekin what else? Neuralink yaxshi tarafi disability, masalan, disability chisto support qiladi. support qiladi, lekin u ertaga misol uchun uni Elon Musk o'zi kontrol qilib qo'ydi, misol uchun o'tirib turib. It's kind of it's possible O'shada. because ular Chunki- o'zini chipini qo'ygan. Ha, u They have control. Vashida They want, axloqiy like, narsa. They have control over everything. Hamma o'sha shu tarix davomida shunaqa qilganlar, baribir oxirida o'zini qonunlarini o'tkazishga harakat qiladi. Masalan- Unga qarshi chiqadiganlar ham bo'ladi. Elon Muskga qarshi gapirsa o'chirib qo'yadi. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Chunki masalan hozir Cloud Code bilasizku, Cloud Code. Nimasi? Ha, u yangi Cowork degan yangi update chiqdi. Undan tashqari bitta hozir anaqa yaxshi narsa bor. Open Work eshitganmiz. Open Code. Ya'ni Cloud Code open source versioni. Terminal.shop deganlar, ya'ni PrimeAgent'da bilmashingiz kerak. PrimeAgent, Dax, Teach, Trash o'shalar qilgan. Hop. Open Code, Cloud Code'ning open source versioni. Cloud Code yaqinda bittasi API'ni Open Code ishlatmoqchi bo'ldi, ya'ni Anthropic'ning API'ni oldi. Open Code ishlatmoqchi bo'ldi. You cannot use this API in any other like platforms. It's only usable on Cloud Code. O'zlarini open source bo'lgan bo'lyapti. Yo'q, tipa Anthropic shunaqa qilib qo'ygan, ya'ni hamma odam boshqarmoqchi. Ya'ni hatto API'ni ham, masalan, qarang, men ChatGPT API'ni olib, любой joyga qo'yib ishlatishim mumkin. Masalan, o'zim qit'acha orqali men platforma yasadim. Platformaga, masalan, ChatGPT API'ni olib integrate qildim. Endi siz meni platformamdan ChatGPT connect qila olasiz. Chunki API bor. To'g'rimi? ChatGPT kirmasida manikidan, masalan, men ChatGPT $10 bo'lsa, men $8 ga qo'yib qo'yaman-da. Ko'proq odam jalb qilishi mumkin, to'g'rimi? Masalan, lekin Anthropic bunaqa qildi. API keyini faqat o'zini software uchun ishlatadigan qilib qo'ydi. Ya'ni любой endi faqat o'zinikida ishlata olasiz. Open Code xuddi Vestcode ko'rgan IDE yo boshqa narsami? Yo'q, terminal based narsa. Terminal. CLI. Ha, Cloud Code bor. Xuddi shunaqa narsa. Open source da. Gemini ham chiqarganda terminal CLI. Yo'q, unaqa narsasi yo'q lekin. Google Cloud'niki. Anti-gravity network. Anti-gravity emas, chiqargan terminal yozadigan CLI machine. Ya'ni CLI siz misol Agent to agent emasmi? agent emas. Yo'q, agent to agent narsasi ham bor, o'shani ham chiqardi. Gemini CLI. Tipa shunaqa, yaqinda anaqa hozir kimdir aytib chiqandi. Gemini CLI ko'rdingizmi? Yo'q, uni eshitmagan. Terminal ishlaydi. Zo'r. Keyin savol bor sizga. Yaqinda O'zbekistonda
AI Uyghur degan loyiha boshlandi. Qanaqa? Bundan avval 5 yil avvalmi 1 million o'zbek koders chiqqan. Ha. 1 million o'zbek. 5 million 5 million AI koderlar chiqdi. U loyiha o'zi kerak. Misol AI coder emas, AI prompters. Prompterda. Endi men ular zo'r foydalamasdim, lekin shunday hayotda foydalanmadim, ishda ham o'zimda ham, lekin uni o'qitish o'zi qanchalik mantiqqa yaqin. Bro, like I want real stuff with him, real stuff. Buni Xorazmga borganda ham, pitchda ham aytganman. Do the hard things degan narsa bor. O shunaqa phrase bor, do the hard things. Ya'ni siz umuman farqi nima qilishingizdan, ya'ni nima qilishingizdan umuman tashqari, it doesn't like nima qilishingizdan tashqari siz fundamental bilishingiz kerak. Ya'ni hozir misol uchun kind of I don't know how to English explain. English I don't know how to explain tartib. this. You know, like no matter like what you do or what you want to do in the future, or like what's your profession or like specialty, yeah, you should know the normal. fundamentals. Yeah. You should know. The fundamentals. Yeah. He have also talent, but he cannot, shine. Yordam bering. Unga mani fikrimmi? 1 million koders misol uchun o'qib chiqdi, dasturchi bo'lib ishlaydi. Masalan, 1 million Undan qanaqadir anaqa bo'ldim. Men qanaqadir narsa ko'rmadim, lekin 1 million codersdan. Unaqa narsalar ko'p bo'ladi. 100 million kitobxon. Nimadir chiqdi, masalan, nimadir kirdi, qanaqadir profit emas, nimadir Trend. Yo'q, trend emas. Efficiency nima deydi? Samaradorlik. Ta'siri bo'ldimi? Men umuman xarid boshlab ular. yo'q, 1 million coders ekan. Bo'ldi, ba'zi odamlar ana u notebookga muddatli to'lov uchun sertifikat olishdi. Davlat nimadi? Bro, Men hozir bitta narsani eslayman. Kimdir menga aytgandi. Kirib o'sha yerdan sertifikat olsang zo'r deb. Not bo'lsa bo'ladi. I don't care. The certificate. It's just a paper. Real gaplashishni. Natijalar, sonlar bilan gaplashishni. For me, like certificate or like other stuff, it's just a paper. Like, Diploma. Manda English emas. Nimaga? Kreditladimi? Ha? Kreditlar bor? Yo'q. Просто hangisiga? Finish qilinganman, hammasi kredit yo'q, hammasi scholarship qilingan. Yana nima? Internship ham o'qilgan. Yeah, it's just saying because I don't need this. Ani balaga It's the thing, you know, like, Ani balaga tez o'rgatgan o'tirgan. you know, like, the main is, you have some skills, you have some knowledge, and you can just do the things. Okay, qarang. Just make sense. Bu joyni kesib. Больницada yotdim, bitta bunga qaradimda. Keyin bitta anaqa bu ham bor edi, yonimizda qo'shnimiz. Yangi tanishdim, u yoq bu yoq bo'ldida. Diplom olsang, pensiyang yaxshi chiqadi deyman. Men hozir pensiyani o'ylashim kerak. Meni 22 yosh. Mana shu narsani Bu pensiyani o'ylasham, bu SSRdan qolgan, ya'ni kafolatlangan hayot. Sen o'qib, diplom ol, ishla, keyin pensiyada. Komfort. old mindset. Shunaqa. Old mindset. Chunki Mani pensiyam 3 million. 3 millionni odamni bir kunda topadi. bro, you can just Ignore. no. Necha yilsiz? 2000. 2000 misol uchun hozir diplom olmasdan, okey, networking qurib, AI bo'yicha yoki dasturlash bo'yicha. Yeah, you can just bro, qara. Hozir ko'p odamlar o'ylaydilar, o'zbek jamiyati shunaqa o'ylaydi. Ya'ni diplom olsa zo'r ishga kiradi, oyligi baland bo'ladi. Ya'ni Chunki maslahat qarang. o'ylaydi. Chunki nimaga unaqa qarang, nimaga unaqa o'ynaydi? Their mindset, kerak mana shu. qarang, their mindset circle is narrow. Juda ham qisqa. Ma'lumot kam, data kam bo'ladi. O'ylabdim, men Toshkentda qolaman yoki men Xorazmda qolaman, men O'zbekistonda bo'laman. No, bro, you should go travel, see the world, like see the Dunyo opportunities. Dunyo ko'rish kerak. Masalan, Twitterda men masalan random narsani aytaman, ko'z oldimda prosta qilayotgan ishini share qiladi. Shunaqa kitob bor, Show Your Work degan yoki Show Up. Austin Klein yozgan, ya'ni u nima degani, siz qanaqadir kichkina narsa qilasizmi yoki qanaqa tiny narsa qilasizmi, qanaqadir tiny contribution qilasizmi, shuni show qilishingiz kerak. Guys, I did this. Guys,
I filmed this film, just watch it, try to watch it, give me some feedback. anaqa ham shunaqa Shunaqa Mr. video. Beast ham shunaqa boshlagan manimcha. Xuddi shunaqa, ya'ni просто show qilishingiz kerak. Twitterda, masalan, ko'z oldimda juda ham ko'p odam juda ham normalniy joyda ishlayapti. Yo'q, bizda hozir manimcha jamiyatdagilardan qo'rquv bor. Ya'ni men qilgan ishim hali unga yaraydigan narsa emas. Ya'ni arzimaydi aytishga. Men zo'r narsa Boshqa eshitdim. odamlar, ya'ni Yo'q, qarang. professional bo'lsa, qachon zo'r bo'lsa kerak. Qarang, mana shu Kechadan qo'rquv, oldin kuni kecha eshitdim. Qo'rquv mana shu insonni izlanishdan track to'sardi. qilmasdan. Bro, you should yo'q, undan ham ikki yana faildan qo'rqishdan. Bro, Qo'rquv, umuman Ha. o'zi qo'rquv izlanishdan to'sar ekan. O'shaning uchun ko'p mana sana davlatda qo'rquv bilan bor. Oziq ovqatga kitobim deydi. Kitob qo'shib Biza reklama bo'lsa, mayli aybi qitirilish, rahmat. Umidvor. Yo'q, biza menga almashtirib qarang, berishdi, noto'g'ri. mana siz Twitterda o'tirmaysiz? Yo'q, O'tiradi, O'tirasizmi? Bilan Ham odam bor, Chinese, bu founder of Camel AI bor, juda ham well known. AI agent uchun scalable. Agent degan o'zini agentsiyani qurgan Camel AI ni orqasida hop cloud cowork chiqardi. Undan keyin bu aytdi, cowork just killed our startup, sir. I want to make it open source deyapti. Ya'ni qanaqa juda ham hitri deydimi yoki juda ham boshqa yo'lda, ya'ni cloud chiqardi. Okay, let's make it open source deyapti. Open source qildik. Xitoylimi? Endi Xitoylik. Xitoyliklar ma'qul. Endi qarang. Bunda Anthropic o'zi chaqiryapti. Join us to work deyapti. Asal ko'rasizmi? Ya'ni social network juda ham dahshatli narsa. Juda ham powerful narsa. Siz juda любой odam bilan gaplashishingiz mumkin. Bu joyga kirishingiz mumkin. Teskarisi ham shuni. Juda ham odamlarni ediktiv qo'yib, ko'p narsadan to'sib. Bichdan oldin kod bo'lib chiqarib qo'ydingmi? Yo'q, qarang, cloud buni loyihasi bor. Aha. Agent degan mana ko'rsatdim-ku. Agent. Camel AI ni ustida qurilgan. Masalan, har xil networklar bor, Bitcoin ustida quriladi, Ethereum ustida quriladi. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Cowork chiqargandan keyin bu juda ham yo'l qilish kerak. Ya'ni buni ham platformasi bu closed source. Buniki ham closed source bo'lmaydi, chunki ozgina viral narsa qilish kerak, ozgina hype ko'tarish kerak. Bu aytadi, "Okey, mani proyektim endi open source deyapti." Ya'ni sen endi shuni просто download qilib, o'zingni API keyin bilan o'zingni tokenlaringni download ishlatishing mumkin. Chunki bu closed. Bunda sizga fayllarga access beradi. Anthropic sizni o'zi boshqaryapti. Bu endi manda open source. Sen o'zing narsang, o'zing kontrol qilasan. Ko'rasizmi? Undan keyin bunda o'zi tegida Anthropic buni chaqiryapti. Bro, come work with us deyapti. Ko'rasizmi? O'zi ishlab ketyapti. Bundan tashqari, men ham bu bilan gaplashdim, men aytaman. Bro, you are just cracked deyapman. Juda ham cracked. You are just cracked engineer. I am organizing a hackathon. Join us, like do the workshop, show the people how to do things like that. Okay, no problem, bro. Let's do it. Ko'rasizmi? Ya'ni juda ham social network juda ham powerful. Ya'ni siz juda ham nima deydi? O'zingizda o'zingizda ham bo'lishingiz kerak, siz tayyor bo'lishingiz kerak. Yo'q deyishiga ham, ha deyishiga ham, ya'ni yo'q desa nima deysiz? Ha desa nima deysiz? Ya'ni duboy joydan yo'q desa, masalan, men boshqa narsa qilib chiqib ketishim mumkin. Bro, okay. Mashina o'rganish kerak. Qarang, endi bunaqa odamlar kelyapti. Bizda bunaqa sponsor bor. Bunaqa narsa qilsak, bunaqa narsa bo'ladi. O'ylab ko'r, ya'ni boshqa viral narsa qilishimiz mumkin. Sani hozir bunaqa open source narsani biz bunaqasiga direction berib, bundanda viral qilishimiz mumkin deb yo'q degan narsadan chiqib ketishim mumkin yoki menga ha dedimi? Endi menga boshqa narsa berishi mumkin. Ko'rasizmi? Boshqa kash narsa-da. Bundan tashqari men o'zi ko'p odam bilan Twitterda gaplashaman. Bro, you are doing just great things. Let's work deyman. Bu gaplashamiz. Bo'ldi. Faqat shular kommentlar chiqib keladi. Qarang, chetdan misol uchun Yevropada ham, Amerikada ham, Xitoyda ham уже kirityapsiz misollarni, FOSS loyihalar bor, free open source. Bu bizada O'zbekistonda, okey, O'rta Osiyoda nimaga bu narsadan kam ko'rmaymiz? Bizada o'zi open source narsa yo'q. Men hamma narsa open source ekan. Anoradan tashqari, Anora ham open source qilib yuboraman yaqinda. Anordan tashqari hamma qilgan loyiham hammasi open source. Ya'ni aytaman, okay, you can pay deyman, but it's also open source, you can just use it. Ya'ni nechta loyiha qilgan bo'lsa, hammasi. Chunki kind of men o'zim ko'p narsani open source dan o'rgandim. Yo'q, siz emas, ne qolganlar shuni qilmayapti. Sizni fikringiz deyapti. Men qarang, xo'p. Fikringiz qanaqa? Nimaga qilmayotganingiz? Money. I don't know, like
they care about, like most people care about, man ham care qilaman, no, but main thing is about life is about journey deydi, the process. Proseslar. Masalan, start bor, finish bor, the process, masalan 2 soat bo'ladi, 10 soat bo'ladi yoki 100 kun bo'ladi, umuman farqi yo'q. You should enjoy the process. State bank programmasi bo'ladi, mana hukumatga tegishli yo'q, okey, ular to'g'ri bo'lsin, lekin bu yerda dasturchilar nimaga Qani hukumatga juda ana qiziq narsani aytaman. Ibrat Academy, Mutolaa. qani Ustoziyay. o'shani eslatadigan orange rang bilasizmi? Orange. Men qachon orange ko'rsam faqat mana shu o'ylarni anaqasi kelaveradi menga. Fikrim mutolaa, ana Ibrat Academy, men o'ylaymanda. Keyin bittasi yozdi, orange poster tashlayapti deb, men unga hayron qolmanda. Bro, why there's orange? Men aytaman. Why it's not in different color though? Nega boshqa color emas? Why? Like, chunki men qachon shuni ko'rsam, men miyamga sraz keladi. Bu yaxshimi? Someone from above controlling you. Chunki qarang, agar sizni tepadan hech kimdir kontrol qilmasa, siz nimaga kelib orange ishlatasiz? Men o'shanga ular bitta tugmasini o'zgartirish uchun ham qancha hujjat qilinadi-da, bitta rangni o'zgartirish uchun. Yo'q, u kim mayli, sizda yangi startup bor. Nimaga u orange bo'lishi kerak? Men shunga umuman tushunmayman. O'tda yosh kattalar ham bor-da. Ular o'zinikini anaqa qilishga. Shunaqa qiladigan shuni. Ha, bilaman shunaqani. Anaqani taniysizmi? Oryan Mehroj. Nima? Oryan Mehroj. Kim u? Who is he? Explain us. Kimmi? O'sha Ibrat akami deydi. Ustoziyay. Oryan Mehroj. O'sha aytishnikimi? Kimmi? Yo'q. CEO mi? O'shani founder. Founder. O'zi O'zbekistondagi 80% narsa o'shani o'ziga. Fotogalashidimi? Ikkimizam qarindoshimi? No. Qani? Tanisiz kerak. Ko'rganmi? Ha, ko'rgansiz. Hamma joyda chiqadi-yu. O'zbekistondagi 80% narsa o'shaniki. O'shaniki bo'lsa kerak. Mutolaalarmi? O'ylayman. Murod mutolaalarga Sirojiddin Alimov. Tipa. Qarang. A bor, B, C, D deb ketyapti-da. Shunaqa. Partiya pastda mana shu turibdi. O'shaning uchun o'shaning influensini colordan ko'rishingiz mumkin-da. Masalan, yoki o'z kombinatorda ham men o'sha yerda ishladim. Men aytaman. U O'zbekiston hokimiyatniki ham, hokimiyat qoshida ochilgan. Ya'ni yoshlar ishlar agentligini tagida ochilgan, lekin NTJ. Qarang, misol uchun bizda IT park bor, bizda cyber park bor, bizda o'z kombinator bor. What's the point? Nima kerak o'zi? Qani, yo'q, men aytaman. Why orange? Okay, why combinator orange? Okay, logo orange bo'lsa, lekin posterlar yo'q, mayli o'shanga alternativ qilingan hozir. Boshda masalan, men boshdan o'shanda qilganman. Durdonani tanimasingiz kerak. iPhone bizda ilhomlangan shekilli. iPhone 17 bizda. Yani kimdir chatda orange chiqadi. Yandex kombinator, Why combinator o'zi olaveradi. Yo'q. O'shan alternativi o'zi yozdagi anaqa bor. Yozdan boshlangan. Undan keyin Durdona boshlangan. Alisher Sa'dullayev tanisiz kerak. Ani bolam. O'sha Durdona aytgan, shunaqa narsa qiladi. Alisher Sa'dullayev juda ham nima deydi? Ko'ngil ochiq, juda ham kind person, ya'ni nima qilsangiz boss, biz go ani boss. Umuman farqi boss deyaveradi. Shunaqa Durdona aytgan, shunaqa qilamiz deb. Boss bo'ldi, qilaring degan. Qilgan, undan keyin sentyabr, oktyabrda meni chaqirgan. Men uni o'zi 1 yil yoki 2 yildan beri tanishmiz. Keyin aytdi, bro, I need your help deyapti. Bunaqa narsa qilamiz, bunaqa narsa, planirovka boshqa narsalar bizga help kerak deb. Keyin oktyabr, noyabr o'zi birga ishladik. Bunaqa narsa qilamiz. Qarang, global narsani aytaman, o'zbek community, there is no teamwork. Teamwork yo'q. Bir-birini ko'ramaslik bor. Yo'q, u ham bor, lekin umuman teamwork yo'q. Ya'ni siz nimadir qilasiz, siz u qarang. Tasavvur qiling, biz uchamiz teammiz, to'rtalamiz teammiz. Endi siz nimadir xato qilib qo'ydingiz. Alisher Sa'dullayev aytadi, bunaqa narsa qilsak bo'ladi-ku. Endi qarang. Ayb sizga kelyapti-ya. Keyin siz men aytishim mumkin, bo'la qildi. Ya'ni bo'la qildi deyman. Ya'ni bu xatoni bo'la qildi. Ha, bo'la qildi deyman. Lekin sal bu yerda oynadan tashqarida qarasak, biz teammiz. Endi qarang, bu yerga kirib bo'la qildi deyapman. Ko'ryapsizmi, shunaqa narsa bor-da, o'zbek community-da. Men o'shanga hayron qolaman.
Why can't bro man aytaman chunki shunaqa narsa bo'ldi bro man aytyapman durdonaga man aytyapman siz Mas'uliyatdan nimaga bunaqa man jinni bo'lib qolman nimaga bunaqa deyapti biz teammiz okey xato qildik boshqa qaytarmaydi yoki bizda to'g'rilaymiz desa bo'ladi-ku aybni bunaqa point qilib anaqa qilmasdan shu narsa ham bu mas'uliyatni anaqada mas'uliyatdan kelgan oqibatdan qochishda mas'uliyatdan kelgan shunaqa narsa oqibatdan ya'ni oqibatlardan qo'rqish shunaqa narsa borda o'zbek mindsetda masalan man chet elda bu narsa hech ko'rmaganman masalan onlayn o'zi ko'p vaqt onlayn qaytanga bir birini yopib ketadi ular bir narsa xato qilsa aytib ham o'tirmaydi yopib ketadi yo'lda u hammasi xato qilsa juda ham viral narsa qiladi masalan kimdir xato qilsa man o'shandan foydalanaman o'zim ya'ni kimdir xato qiladi birov post tweet qil deyman shuni tweet qiladi man o'shani kod qilamanda boshqa viral narsaga olib ketaman ko'ryapsizmi вообще kayf narsa man yana zo'r narsa bor qarang yaqin emas 1 yil oldinmi zo'r narsa bo'ldi biz telegram gruppadamiz man aytaman you just clone it nimadir QR kod aniqlashtirilgan narsa kelgan produkt qilasiz QR kodidan kaloriy nimadir balobatlarni aniqlab beradi men aytaman bro o'sha birinchi o'rinda olgan endi men hazil tarixida aytaman bro you just build trash stuff you got first place and I got like top 10 domni u menga keyin telegramdan direct chiqadi nimalar deyapsan o'chir trash narsani aytyapti men aytaman sarkazm chizishmaydi bro man просто hazil etdim you can bundan viral narsa olib ketsang bo'ladi okay we won first place like we clone it you can like san ham shunaqa qilsang bo'lardi men shunaqa viral narsaga olib ketsa bo'ladi yo'q ana Hype'chimi? hype qilsa hype qilaylik deyapti bular hypechilar 500 tadan ko'p odam borda boshqa yaxshi narsa qilsa bo'ladi deyapti man jinni bo'lib qoldim menga direct yozyapti bro вообще hype man hozir juda ham aniq esimda edi u juda ham hype narsa qiladigan situatsiya edi manda вообще ideyalar ko'p edi deyapti lekin savol uskombinator nima kerak o'zi ya'ni uskombinator bor uskombinator yo'q what's the change nima farqi bor masalan mandaqa founderlar uchun manda produkt bor lekin sales qilolmayman marketing qilolmayman hozir qila olasizmi uskombinator yo'q ular anaqada masalan har xil mentorlarni beradi har xil networking beriladi o'shanda ya'ni protsess juda ham osonlashib ketadi o'shaning uchun o'z community kerak o'z kombinator kerak o'z kombinator o'zi shunday ochilgan YC'ni bilasiz YC ham o'zi основной networking beriladi u Yandexniki yo'q bro US xafa qilmang Yandexda raqam bo'lib ketar ekan odamlar bo'ladi Yandex community yo'q-ku shunaqa narsa ham bormi Yandex community qanday kelganmi YC bro Y combinator Yandex Yandexniki bunaqa emas Yandexda sal to'q keyin bunaqa chiqarilganmi shunaqa Yandex men sirasi ekan sal farqi bor ekan manda tomoq og'rig'i e'tibor bermaysan yo'q bro Yandex Russia YC YC bro number one accelerator in the world startup topshirasiz har yili ikkita batch bo'ladi winter and summer hacker news qidiramanda o'shada o'shani mushkulada Yandexga o'xshab logotif mashida hacker news ko'p o'qiysiz вообще zo'r narsa man o'shanda viral harakat qilganman viral bo'lishga lekin почти o'xshagan ko'p narsam flagit bo'lib ketgan lekin yo'q ozgina aldamay qo'yib yuboramanda o'shancha flag qilib tashlagan karmalarim tushib ketgan reddit yaxshi emas alda karmalar tushib ketgan zo'r narsa qilganman adashmasam yaps dotchat degani bor
ya'ni u yerda hech narsa track qilinmaydi. Xuddi Telegram maxfiy, ya'ni hamma narsa encrypted, Open source. open source. Ha. Hech narsa track qilinmaydi, hamma narsa masalan qarang, Telegramda siz nimadir tashlamoqchisiz, Telegramga kir, nomerini o'tkazib, keyin tashlaydi. Undan qilmaysiz, Yapsda chat qilasiz. Bo'ldi, rasm tashlab yuborasiz. Ya'ni faqat unga rasm tashlash uchun prosta kodini kiritishingiz kerak, ya'ni uni kodini. Ikkilida bitta chatda bitta kod. Masalan, 16 86 83 84 degan o'sha narsa. Kod bor. O'shanda masalan guruh ikkalamiz o'tirishimiz mumkin, uchalamiz o'tirish mumkin. Nima share qilsam faqat o'sha guruhning ichida share bo'linadi. Rasm share qilish mumkin, tekst siz copy qilib download qilib olishingiz mumkin. Ya'ni hech narsa track qilinmaydi. Telegramda qilsangiz, Telegram bazasida qolib ketadi. Networkka. Nima ish qilayotganingizni aytasiz? Aytishlaringiz bularning ishlari. Linux distro qo'yapman. Linux distro Ha, Debian ustida. uncha zo'r bilmayman, distroni tushuntiryapti. Operatsion sistema bor. Misol uchun bizada Windows kernel bor. Keyin macOS kernel bor. Unix kernel ishlatadi. Keyin Linux kernel bor, GNU. GNU kernel ustida Debian qurilgan. Debian sistema operatsion sistema. Siz tipa yangi anaqa operatsiya Yangi operatsion sistema bo'ladi, lekin kodi noldan yozmaganman. yo'q, Linux ustida qurilgan Ha, bo'ladi. misol uchun qo'yapman. Misol uchun Ubuntu bilasizlar. Yo'q, shunaqa bo'ladi. Qarang, macOS Unix ustida qurilgan. Ha. Linux ustida qurilgan. GNU ustida. Ubuntu bilasizlar. Ha. Ubuntu nima bo'ladi? Telemetrik Ubuntu o'ziga olsangiz. Ya'ni siz unutgan programmalar skidilgan narsani ko'rsatadi. Qaysi bir crash bo'lsa, Open Telemetry. ha, crash bo'lsa ham boshqa o'sha ko'rsatadi, lekin baribir ko'rsatadi, orqasida bor. macOSda ham siz nima bor? Orqasida ko'rsatadi. Apple kompaniyasi working turasiz. Androidda ham bemalol bo'lib keladi. Windowsda ham Microsoftga tez olib keladi. Endi anaqa Maktabchi narsa hozir iOS juda ham private desa bo'ladi. Endi security juda ham baland Androiddan ko'ra. faqat Apple tuzdi. Androiddan ko'ra security juda ham baland. Lekin hozir vaqti dahshat narsa bo'ldi. Apple Gemini emas, Google bilan hamkorlik qildi. Ha, ChatGPTdan o'tyapti ayda. ChatGPTdan Siri uchun. anaqaga o'tyapti. Geminiga endi qarang. Google Android Google'ga tegishli dastur qolsin, Apple'da endi hamma narsa bor. Biroz o'ziniki ham bor, iOS. Endi Android ham bor. Ya, Epic'ga o'qiydimi u o'tgandan keyin? O'sha Epic'ga. Yo'q, data do'g'mi. Ha. Ko'rasan. Endi hamma data Apple'da. Vashi kayfa. Lekin uni viruslar ham bo'lsa kerak. Bu mamlakasi. Humans kelsa yoshab qolish ehtimoli ancha. Ya'ni Humans kelgan payti Ustelecomdan foydalanish kerak. Ustelecomni towerlardan foydalandi. Marka minoralardan foydalandi. Antenna ushlash uchun ataylab Ustelecom Humans kelib tezligini singlashtirib qo'ygan. Humans ishlatgan bo'lsangiz bilasiz tezligini. Google ushlab qo'ydimi? Ya'ni Androidda Gemini ishlasangiz tez ishlaydi. iOSda Siri'da sekinroq ishlaydi. Yo'q, unaqa qilmaydi. Chunki normalniy pul berish unaqa qilmaydi. Bro, it's all about money. It's all about money. It's like big corporations and big mafia deydi. Bilmadim, bu ham vaqtinchalik bo'lishi mumkin, chunki Boshida qiyin. Apple ham o'zi boshida Intelda ishlagan, undan keyin M chiplarni chiqardi. U ham keyinchalik qanaqadir chip chiqarishi mumkin. Chip emas, o'zini AI ni chiqarishi mumkin. Lekin uni bilmadim hali. Lekin bari shunga taqaladi, chunki bar M chiqardi, o'zini chipini, to'g'rimi? Bitta maqola o'qiganda, men bu Safari browser bor iPhone'da. Safari'da default search engine Google bo'lish uchun Google degan pulga. Shunaqa. Hozir Apple Google'ga o'sha AI uchun to'layotgan pul undan kam ekan. Shunaqa. Adashmasam Ya'ni baribir 16 milliardmi? Kam. 16 milliard. Yo'q. O'ylab ekanda. hozir Yo'q, nisbatan anaqaga 16 ming degan. Google berayotganga nisbatan juda ham kam. ya'ni baribir Bu pul kam. Biz dollar haqida gapish. Apple juda ham normalniy top. Lekin dizayn Apple'ni 18 nima so'rayapsizmi? Chiqayotganlar. Leak qilishdi. 26 million. Liquid glass aytmayapman. Yo'q. iPhone 18. Leak qilishdi dizayn. Men bu Foldable demayapsan? Yo'q, kamera chap tomonga o'tkazgan. Foldable bo'lgani uchun chap tomonga o'tkazdi-da. Yo'q, oddiylarda ham. Foldable o'sha Yo, oddiylarini foldable'ga nisbatan relativ bir xil dizaynda ushlash uchun. u eski anavi Galaxy S emas. 22 dan shunaqa edi. Chap tomonga kamera unga taqib qo'ydi. I don't know, it was. Agar men ko'rdim, lekin kind of it could be weird. G'alati bo'lishi mumkin, lekin kamera bo'tda turadigan bo'lsa. Chunki endi qarang, sizda mana bu bor-ku.
Esimdan chiqib qoldi. Dubara. eshitadigan joyim Yo. Kamera. Yo, men bor. Nima edi? Dynamic Island. Diamond Island. Nima edi? Boshqa Dynamic Island. Dynamic Island. Mana shu narsa endi qanaqa bo'ladi? O'ylanib o'tiradimi? O'shanchi? O'ylagan. O'zi boshida dabdala bo'ladi. Yo'q, hozir qoldi normal Dynamic Island. Yo'q, hozir lekin qani. Diamond Island eng dahshat emas. Nima deydi? U shunaqa phrase bor. The best thing Apple did is Dynamic Island degan narsa bor hozir. In 10 years. Ya'ni best innovation deydi. Chunki bu yerdan hamma narsani kuzatish bo'ladi. Muzika yoki file transfer, Lekin anaqalar, progresslar va shu dahshat narsa. kompaniyaga olib kelishyapti Android. Mashina boru video yasayotgandan-chi, mana shu narsalarni undoq chiqarib qo'ying gapirayotgan masalan. Bo'lsa nima haqida gapiryapti bu? Va shu dahshat narsa. Endi qarang. Liquid glass va shu dahshat narsa lekin. Lekin zaryad kemiradigan narsa. Liquid glass. iOS 18 chektirdim, keyin 26 ga ketdim hozir. iOS 18 da zaryad sal uzoqroq ketardi, YouTube'dan o'rnatadi. Could be, but men o'zi ko'p telefon ishlatmayman. O'shaning uchun ko'pincha Video edit qilamiz deb. Ha, ko'pincha anaqa laptop ishlayman. O'shaning uchun ularning zaryad normalniy desam bo'ladi. Laptop MacBook yo Linux yo Windows. Yo'q, MacBook M2. Not Windows. Windows'dan oldin Windows ishlatganman. Ha, sizga nima bor? Yaqin Windows qotadi, keyin I don't like. Ha, men I don't savol like. bor, masalan, I men don't like. Xitoy anaqaga qiziqaman. O'zi Xitoyda bo'layotgan innovatsiyalar, shu AI bo'yicha nimalar bor? UI UX. I care about UI UX. Windows Dizaynga qiziqaman doim. I care about UI and UX, user experience. So that's why I prefer Mac and iOS. Ya'ni buttonlarni qayerda turishi chista psixologически to'g'ri qo'yilgan. Qarang, savol bor. Cloud ishlasizmi? Cloud Mobil ishlatgan. Course. Yo, Cloud AI o'zini. Ha. Sizda ham shunaqami? Bitta prompt yuborasiz, ketadi, ikkinchi prompt yuborsangiz error bo'lib qoladi. Men Androidda ham ko'rdim, iOSda ham ko'rdim, kompyuterda ham Yo'q. ko'rdim. O'zi cloud shunaqa anaqa. Ikkinchi Bu narsa prompt error qilib yuboradi. API error yoki API token exists limit exists deb ko'radi. O'zi Twitterda ham ko'rasiz. Limitdan va ikkinchi prompt bergan payti qolib qoladi, aynan. Stop I don't error know. bo'lib keyin. Sizda anaqa emasmi? Free emasmi? Ha? Free. Yo'q. Yo, paydan ishlatdim 2 oy. Bizda ham shuncha. Bunaqa bo'lishi ham o'zi antropik narsalar shunaqa, ya'ni ichida error beradi. O'zi Twitterda ham ko'p ko'rasiz, agar antropik error yoki limit cloud code deb chista poyiz berasiz, chiqaveradi. Ha. Men savol bor. Juda ham weird. Men savolimga javob bersan, Xitoyda qanaqa AI bo'yicha ishlar qilinadi? Masalan, DeepSeek. DeepSeek, faqat DeepSeek bo'ldi. Crazy. Men bitta narsa aytaman. China is crazy. DeepSeekdan tashqari narsalar. DeepSeekdan tashqari ularning millionta bilmadim, lekin minglab anaqalari bor, AI'lari bor. Eng yaxshilari bo'layotgan loyihalar. Kimi degani bor. U nima? DeepSeek Kimi, u ham AI. Qorami, Kimi. Shakilda Vashida yaxshi narsa. Masalan, prezentatsiyani vashida yaxshi qilib beradi. Tekinda, Ha? Apple'li. Tekin qilib berish. gamma Endi anaqa endi pulni qiladi. limiti bor, lekin tekin ham yetadi. Vashida yaxshi narsa. Yana nima Kimi, bir DeepSeek startaplar qanaqa Yoki hozir boya hozir chiqayotgan. ko'rsatdimmi? Camel. Bu ham Xitoylarniki. Ha. Bu chista Camel AI agentlar, ya'ni 1 millionta agentlar bitta joyda ishlaydi. Masalan, siz simulyatsiya qilmoqchisiz. Tasavvur qiling, общество. Siz o'shanda har xil odamlar bor, har xil behaviorda, har xil karakteristikada, har xil ko'rinishda siz uni simulyatsiya qildirmoqchisiz, birga gaplashgani, ya'ni 10 yildan keyin qanaqa ko'rinishga keladi общество A. O'shani siz Camel AI ni ishlab turib simulyatsiya qilishingiz mumkin, chunki u yerda millionta agentlar bor. Tasavvur qilasizmi? Yaxshi narsa-da. Buni ham Xitoylarniki. Va startaplar qanaqa yana? Yana o'sha haqida ko'proq gapiring. Startaplar Xitoy. Ya, u Xitoyni yopib-ku. Mayli, chiqayotganlari bo'ladi. Masalan, o'zi DeepSeek Kimi o'shalarni hammasidan hozir. Chunki ular ham yaqinda chiqdi. Ularda anaqada, ularda birinchi yaratiladi, keyin olib chiqadi-da. Vohma bo'lmaydi-da. Fully develop birinchi. Yo'q, shunaqa. Amerikada unaqa emas. Amerikada vaqtishadi. Birinchi hype qilinadi. Keyin Hype qilinadi, pul yig'iladi, pul yig'ilgandan keyin ishlanadi. Ularda birinchi pul yig'iladi, zo'r qilinadi. DeepSeek qachon chiqarganini bilasizmi? Yaqinda chiqdi. O'tgan yili Donald Trump anaqa inauguratsiyasi bo'lgan kuni chiqardi.
o'shanga qarsida o'sha kuni Amerikada fondlar OpenAI aksiyalari qizilda Hamma tushib ketdi. hammasi tushib ketdi. Nega И tushib ketdi? оттенок qildida Xitoy. O'sha Qayerdan vaqtda turdi? qarang, inaugural event bo'lgan vaqtda Tramp o'zini coinini ham launch qildi-ku, bilasizmi? Voshye, ani Вообще memlar chiqib ketdi-yu. Вообще eng maksimum $72 bo'lib ketdi. Noldan $72. Tasavvur qilasizmi? Buni qarang. Bir kunda emas, ancha cho'zildi. Adashmasam bir haftalab bunaqa aylanib cho'zildi. Shu pastga tushirdi. Lekin endi boshida hech bo'lmasa $10 vaqti, $5 vaqt olganlarni tasavvur qiling. Qancha anaqa foydada qolib ketganini. Boshqa kay bo'ldi-da. Ha, menda savol bor. Qarang, misol uchun Apple qurilmada Apple Intelligence qo'ygan tizim ichiga biriktirilyapti. Windowsda Copilot bor, bu yerda Bro, qarang, yo, menda savol trash narsa aytaman. Copilot is trash. yeah, it's trash, but from is there? Mana bu Sabirli Sportbay hakimiy sport maqolani o'zbekcha tarjima qilyapman bu yerda. Ishlashyapti va Copilot orqali hakkerlar Windowsga buzib kirishyapti, ya'ni Copilot. Men aytgan narsa nima hozir? Apple ko'pisi AIni o'ziga biriktiryapti. Bu yertaga savol javoblari buzib ketishyapti, dedim. Ya'ni xavf emasmi? Misol uchun ham iPhone oxirgi modellarini bilib ko'ring. Ichida Apple Intelligence bor. Katta yo'q qo'ygansiz ko'ring. Yo'q, o'sha qo'ygan. Why tell people? Nimaga Apple secure or Intelligence not? qo'yganman? Chunki birinchidan ko'p zarar deydi, ikkinchidan I don't use it. Men o'zi bilmayman işte. Men kerak emas ham. Laptop ishlataman, lekin laptopda o'sha MacBookda Apple Intelligence masalan men ishlatdim, nima uchun ishlatishim kerak? Okey. Commandni 2 marta bosib Apple Intelligence chiqadi. Question berasiz. Lekin jinniga o'xshab ishlaydi. Qarang. Siriga o'xshab ishlaydi. Siriga aytasiz. Siriga nimadir desangiz, okey. I don't know. Okay. I don't understand. yoki jinni narsani aytadi. Xuddi shunaqa ishlaydi Apple. ChatGPTning ustiga qurilgani uchunmi yoki hali yaxshilab develop bo'lmagani uchunmi? Yeah. Manda use case yo'q. Talab yo'q. Xavf tarafda. Bular yashiradigan narsalar ham yo'q ekanda. Bro. Qanaqa xavf tarafda? Bularda AI misol uchun unga akseslarni kopiyasi kimdir qo'ysa, u foydasi hammasi qo'yadi. Tag telefonda ishlatyapsizmi? O'zi siz qarang, sizda Android va iOS bormi? Siz o'zi xavfdasiz, bro. Hamma data shunday-yu. Bo'ldi. You know this system. Grafnoise. Bilasizmi? Qanaqa? Grafnoise. inson o'ziga yashiradigan narsasi o'zi shunaqa bo'ladi-da. Grafnoise bilasizmi? Yo'q. Nimaga siz notlarni shu yerda olasizmi? Yoki nima demoqchisiz? Grafnoise. Why should we use Grafnoise? AI dan so'raysiz. Hozir bitta men bor edim. Yomon ko'rsatdim kerak. Grafinmi? Grafene. H dan keyin i bor. Grafene. P I H I not I E N E N E O S OS kopyetdi. Bo'ldi, topadi. Topmaydi. Grafin degan so'z bor o'zi. Grafin OS so'zing bro, OS so'zingchi? OS. Crazy. Okay, you should use Grafenoise for its strong focus on privacy and security. Hard to integrate features. Siz o'shan ustida qo'yganmisiz? Android hardinati bu, ya'ni Google ga telemetri yubormaydi. Assalomu alaykum. Bu yerda misol uchun kamera mikrofondan GPS ham qo'shib qo'yiladi. Tizim programmadan kilometr bo'lgan. Ya'ni hardinat. Qiziq, birinchi marta eshitaman. I don't know, like, but Soat nechida boshladi? AIdan misol uchun qanaqadir loyiha qilish uchun dasturlash bilish shart bormi? o'zi qarang, yo'q qarang, men hozir boyagi gapingizga aytaman. Ana privacydan qo'rqmaysizmi deysizmi, nima deysiz? Nima deganingiz? AI misol uchun AI siz o'rganyapti, yaqinda trend bo'lyapti. ChatGPTga rasm chizyapti, ya'ni men senga qanaqa munosabat sotib o'tyapsiz deb. Twitterdan qo'shyapti. Ashana bo'lib ketdi. O'sha o'zbeklarni ko'rasizmi, nima qolganda? Crazy. Вообще crazy, trash. Ana sizda shunaqa tweetlar chiqyapti, ana. O'zbeklar post qo'yadi. Mani kelajakdagi erim, rafiqam, bolam, men bir marta bolani
ko'rgim keldi, o'shani qilib ko'rdim, bo'ldi boshqasini qilmadim mana. Ko'raylik. Kelajakdagi Sizga era ko'rmadim. bunaqa narsalar Mayda qiladi. aytgan narsa AI bizani o'rganyapti. Bizani psixologik hamma ma'lumotlarimiz o'sha O'sha orqali ketadi. Qaysi hacker buz qo'ysa, Uje psixologik hamma ichimizda hamma narsa ketadi o'sha yerga. Nima xohlashimiz, nima istashimiz, kontrol. kim bitta nazariya o'z to'g'rini aytsam I don't know. Kind of xavotir olmayman. Vor. Chunki men o'zi nima deydi? Sizlarni aytib Yo'q, qarang. Men o'zi 2022-yildan hamma joyga apply qilganman. Hech kim olmagandan keyin chista social mediaga ketganman. Ya'ni okey polniy virtual kirib ketganman. O'shaning uchun ya'ni hozir nima yozsangiz, men datam chiqib ketaveradi. O'shaning uchun men I don't care bo'lib qolganman. To'g'risi. Qarang, o'zi 3 yil, 4 yildan beri data o'shatdi. I don't care. Ha. Ya'ni Bu odam o'zgaradi. O'zim ham shunaqaman-da. Ya'ni 4 yildagi odam emas. Qarang, nimadir qilsam, men uni cross post qilaman hamma joyda. Unda bilaman. nazariya bor, theory, eshitgan bo'lsangiz, qarashlar, AI tufayli ish boryapti, eshitdingizmi? AI bubble aytmayapti. Men o'sha haqida gapiring. AI bubble. Bu haqida nima deysiz? Bubblemi? Sizlar Shunaqa narsa. Bilaman. .com bubble eshitgansiz? Ha, .com eshitganman. bubble. AI ham xuddi shunaqa narsa. endi Lekin, qarang. Lekin Ichida real Yo'q, anaqa yo'q. borda. use case is crazy. Use case juda ham katta. Masalan, endi biz hardware-ga integrate qilishimiz mumkin, roboticsga integrate qilishimiz mumkin yoki Neuralink hammasi AI da ishlayapti. Hozir Neuralink chiplar disability people'ni ability qo'shish mumkin. Sizda masalan siz oyog'ingiz ishlamaydi, siz yura olmaysiz. Nimaga yura olmaysiz? Chunki Dark miyangizdagi neyron mana neyron Black Mirror'ni ko'ryapsiz. ting etmayapti-da. O'sha chip kiradi, miyangizga chip qo'yiladi, o'sha neyronni Reklama. bog'lab beradi. Black Mirror'ni ko'rganmisiz? Ha, O'sha 4-sezonning birinchi qismi bor. U hamma seriallar bir-biridan alohida ketadi. Mana shu kelajak haqida. Mana shu narsa miyaga, bittasini miyasi o'sha disability bo'lib qoladi. Bitta ayol saraton nimadir bo'ladi, miyasiga qo'yishadi. Bitta kompaniya. Boshda zo'r ishlaydi, hammasi zo'r. Lekin faqat oyiga bir ozgina arzimagan pul bo'ladi. subscription bo'ladi. Keyin uni o'sha shtatda ishlaydigan bo'ladi. Boshqa shtatga chiqsa pul kerak, pul to'lash kerak bo'lgan. Xotini bilan anniversary ketadi, bitta chiqsa o'sha o'chib qoladi xotini. Nima bo'ldi deb orqaga qaraysa, keyin tiriladi. Nima bo'ldi menga? Keyin unga pul to'lash kerak edi. Pul to'lashadi. Keyin ozginadan keyin ana ayol reklamalarga tushib boshlaydi. O'zidan o'zi reklamalar gapirib yuradi odamlar. Keyin unga yana pul to'lash kerak bo'ladi. Reklama o'chirish uchun o subscription based deb shunaqa ishlaydi. Reklama qo'yiladi yoki O'sha narsani zo'r ochib bergan. Ha, yo'q. Shunaqa bo'lishi ham mumkin, but I don't know about this. I'm not sure. Qiziqda. Lekin qarang, mana dahshatli narsa, siz qarang, chunki Xitoyda o'zi o'tda Wili bor. Ikkita narsa bor, Wili, skuter bor. Bizda masalan faqat samokat, o'tda Wili bor, skuter bor. Juda arzon. Vashta arzon, qarang. 10 yuanga bir oy subscription olishingiz mumkin. 10 yuan necha pul so'mda? 17. Vashta kayfda, vashta kayf. Bizada manfaatgacha 17. Biz vashta kayf qildik. 17 ming to'lay. Boshida pul to'lab ishlatdik. Unda qarasak, subscription olsa vashta dahshat chiqargandi. Chunki yarim soatda har yarim soatda 1 yuandan olardi. Ishlatib qarashga ko'p ketyapti. Davay 10 yuan to'laymiz dedik. 10 yuan to'ladik, keyin любой joyga ketaverdik. Hatto tog'ga ham Vilida bor. Tasavvur tog'ga. Yo'llari ham zo'rda. Vashta tekisda. Bizanikini qarang, men yiqildim manikini skuterda. Yo'l sababda. Tog'. Chunki boshida biz Shinyangda turdik. Shinyang texnologik joy emas, juda ham yashil. Shinyang. Shinjonda o'sha. Ha, o'sha. Shenzhen boshqa. Shenzhen pastda. Hong Kong, Makaolar bor. O'shalarning yonida. Uyg'urlashgan joymi? Uyg'ur, yo'q. Uyg'ur bo'tdi. No yursangiz bu yerda Shinyang bor. Juda ham yashil. O'rtacha joy, ya'ni texnologiya ham bor. Hamma narsa QR kodda ishlaydi, lekin juda ham yashil. Tog'lar juda ham yaqinda. Bizda tog'ga 40 kilometr joyga Vilida bordi. Vilida uchun pul tugasa bo'ladi, to'lasa chiqadi. Oylik to'lashgan. Oylik. Qarang, Okey, pul tugab qoldi bugun. har 2 soatda change qilishingiz kerak. Bo'lmasa Internet yaxshi-da. Yo'q, har 2 soatda change qilishingiz kerak. Boshqatdan o'chib yoqishingiz kerak. Majburiy. Bo'lmasa pul ishlab ketadi. Ya'ni 5 yuandan ketaveradi. O'shaning uchun prosta 2 soat o'tadi. To'xtaysiz, o'chirasiz. Yana boshqatdan QR kod skaner qilasiz, yana yoqasiz. Bo'lib ketaverasiz. Endi shunaqa qilib ketaverasiz-da.
Вообще mazali. Вообще, zo'r. Xo'p, buni nimaga aytdim? Vili xuddi shunaqa ishlaydi. Har xil region uchun, har xil o'zini shahar uchun har xil subscription olishingiz kerak. Boyagi Neuralink aytdingiz, har xil joyda subscription olish. Vili xuddi shunaqa edi. Reklamalari yomon edi. Dalyanga bordik, qarasiz ishlamayapti Vili. Nimaga desak, bu yerda tepada location o'zgarsa, Dalyandasan, boshqadan subscribe qil. Chunki hamma narsa o'zgarar ekan appda. Alipay ishlatamiz. Alipayda hamma narsa o'zgaradi. Masalan, metroni boshqadan subscribe qilishingiz kerak, avtobusni boshqadan karta ochishingiz kerak. Shunaqa. Alipay WeChat ichidagi bitta nomi. Yo'q, Alipay alohida application. AliExpress o'xshaydi. Yo'q. Bu yerda hamma narsa qilishingiz mumkin. Masalan, skan qilib pul to'lashingiz mumkin yoki Qo'l bilan pul to'lash ham chiqqanmi? Mana. Qo'l bilan pul to'lash manmi? Yo'q, qo'l u uchun siz qo'lingizda oldin skaner qilishingiz kerak. Undan keyin pul to'lashingiz bo'ladi. Aytsak, qarang, Xitoyda vashsiz narsa hamma narsa QR kodda ishlaydi. Hatto tasavvur qiling. Ularda buni eshitgandim. Xitoyda yashaydigan o'rtog'im bor, eshitgandim. Tasavvur qiling, ko'chada просто naski sotib o'tiribdi. Juda ham yoki juda ham Naqd pul yo'q. juda ham kichkina narsa sotyapti. Ularni обязательно QR kodi bo'ladi. Mana osvoy ham badge. Yo'q, naqd pul ishlatsangiz bo'ladi, lekin 99% odam faqat telefonda QR kod. Hammani sotayotgan odamda badge-da QR kodi bo'ladi. Bitta tarafida Alipay, narigi tarafida WeChat. Kommunizm, bro. Zaryad yo'q bo'lsa, WeChat. Yo, zaryad ulada zaryadlar, powerbanklar suteki. Hammada powerbank. Suteki. Hammani orqasida 3-4 tadan. No, powerbank. Eng qiziq powerbank ko'chada hamma joyda bor. bizdan QVga o'xshagan mana Ko'kka o'xshagan, o'ziniki bor, sariq, yashil, ko'klari bor. Eng qiziq juda ham ko'p joyda. Xuddi Vili любой joyda. Masalan, Vilida parkovka любой joy. Olasiz, qo'yasiz, o'sha joy parkovka bo'ladi. Yoki olasiz, boshqa joyga qo'ymoqchi bo'lasiz, aynan o'sha joy parkovka bo'ladi. Pul oladi endi ham. Masalan, Parkovka pulli emasmi? Yo'q, qarang. Subscribe qilasiz-ku. Subscribe qilasiz, Vili yoqiladi. Skaner qilganingizdan keyin yuraverasiz, keyin Vilini qo'yganda yana bitta o'sha yerda bundoq qilib qo'yishingiz kerak. Yo'q, Magic'da to'xtadingda, Xadraga borib xalqlar do'stligigacha bordi-da, qo'yilmadi. Bu tik qo'yma durdi-da. Magic'da Yandex hisobga. U xalqlar do'stligiga borib, keyin peshkom qaytish kerak Magic'ga. Keyin o'chirguncha rasmga olinadi. Men ishlatmaganman. Shunaqa rasmga oldi. Lekin unaqa emas. QR kod skaner qilasiz. Qayergadir tashlamoqchi bo'lasiz, aynan o'sha joy parkovka bo'ladi. Qo'yasiz, qanaqa? Bundoq qilasiz, bo'ldi. Ya'ni konfirm qilasiz-da. Rasmga olish ham shart emas, hech narsa shart emas. qanaqadir shikastingiz bo'lsa o'zi. Shikast etsin. Hamma yoqda kamera. Yo'q. Hamma joyda kamera. Surveillance. Qarang, Xitoyga kirishingiz bilan bo'ldi, siz tracking qilasiz. Buni an'anaviy qabul qiling. Ichingizdan qabul qiling. Siz trackingdasiz. Liberal kommunizm. Minus narsa qilish kerak emas. Prosta maza qilib yurish kerak. Tinch yashash kerak. Tinch yashash kerak, chunki hamma narsa bor. Hamma narsa eng qizig'i Komfort. View Cyberpunk. Bilasiz kerak. Havo bro, vashchi dahshat. Changmas. Eng qizig'i qarang, bitta zo'r narsa aytaman. Biz yozda dormitoriyda o'tirdik. Bizning dormitoriyimiz yonida qurilish bo'lyapti. Buzib, har xil ishkal narsalar bo'lyapti. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Qarang, zo'r narsa aytaman. Ishkal narsalar bo'lyapti. Bizot, nima narsa bor, mashina kelgan. Endi biz yo'ldan o'tib ketyapmiz. Keyin bittasi men o'rtog'im aytibdi. Mashina nimadir sezdingmi deyapti-da. Men qarayapman-da, yo'q deyapman. Men qari qurish bo'lyapti, lekin chang yo'q deyapti-da. Men keyin o'yladim, yaxshi, men o'shani jinni o'qib qoldim. Rostdan chang yo'q. Qurish bo'lyapti, chang yo'q. O'tda buzyapti. Biz azali ko'cha supursa. Chang yo'q-da. O'shani o'ylatgandan keyin men o'shani e'tibor beradigan bo'ldim. Xitoy havo sifati yomon degan stereotip o'libdi-da. O'shandan keyin men hamma joyga e'tibor beraman. Qayerda chiqadi? Bir ikkita shaharlar. Bir joylarda uni shahar katta shahar-ku. O'yga o'tta shaharlardan teparoq provinsiyada bo'lingan. Mana 4-Xitoy. Necha minut oldinda ko'ravering. Chong King degan bor, eng viral. Nima? Eng viral shahar. Necha minut? 1 soat 18 Guangzhou eng aniq. Bu yerda chang bo'lishi chunki hamma textile, любой narsa Guangzhouda bo'ladi. Plantlar, zavodlar. И Chongqing
вообще turistik joy. Nimaga? Ani YouTube'da videoda nima ko'radigan bo'lsangiz, sразу ani tasavvur qilmang, qabul qiling, bu Chongqingda. Chunki ani tepalardan poyezd o'tadi. Shahar ichida, shahar shunaqa hamma narsa Chongqingda yoki binoning ustiga chiqib har xil cyberpunk rasmga tushasizmi? O'sha joy Chongqing. Вообще eng viral joy Chongqingda. Xitoy hozir misol uchun g'arbga sayohat qilishdan arzon tushadi. Ha, eng qiziq qarang, men bitta zo'r narsani aytaman. Men o'zim ham rekomend beraman. Agar travel qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni real experience olmoqchi bo'lsangiz, просто Xitoyga boring. Birinchidan experience вообще kam. Boshqa US yoki Yevropaga nisbatan experience juda ham kam, lekin experience nima deydi? 100x da experience olayotganingiz, berayotgan experience uchun arzimaydi. Вообще kayf qilasiz. U yerda bor narsalar, shunaqa men bor. In Europe we pay 3 euros to enter public toilet video, but in China it's free and it's luxury. And if you open the door, view is cyberpunk. Lekin mana qarang, mana real narsa ekanda, real narsa. Qarang, 2 euro to'lab, bu g'alati to'lab kiradi. Qarang, Yevropada bizda ham pulli ko'p, bilasiz? Bizda ham pulli public toilet. Endi qarang, Xitoyda luxury toilet, public tekin. Endi qarang, public toiletdan chiqdingiz, eshikni ochib, view cyberpunk kechasi chiroq voshi ko'p, har xil videolar, har xil animatsiyalar, har xil bannerlar, kimdir bu yerda muzika qilyapti, kimdir bu yerda pianino chalyapti. Kimdir prosta ko'chada ana yig'ilib rasmga, rasmga nima, o'yin o'ynayapti, kimdir prosta o'tirib rasm chizyapti. Voshi kayf qilasiz. Voy, rasm chizib. Jinni bo'lib I qolasiz. love drawing. Ana tipa Xitoy katta-yu, odam ham Bu yil boramiz. 2000 o'rinda turadimi? Birinchi o'rinda tugadimi? Turadimi? Odam bo'yicha. Qaysi fasl borgan yaxshi? Qarang, ikkinchi o'rinda. Endi qarang, chistani boshqa dunyoda tushib qolganda tasavvur qilasizda. Qaysi fasl borgan yaxshi? Bahor. Yo'q, bahor meni kelyapgan. Shu mazza qilishingiz Bahor is mumkin. coming. Buni Ayshi kayf qilasiz yoki yozda borsangiz ham ayshi kayf qilasiz. Chunki yozda issiq bo'lib ketmaydimi? U yerda shaharga bog'liq lekin, shaharga bog'liq chunki Urumchi bor Uyg'urlar. O'sha joy masalan hozir noyabrda bordim, salqin, chunki yaqinda tepaga. Salqin noyabrda borgan bo'lsam, u yerda qor yog'yapti. Shinjanga o'tdim, u yerda qor yog'di. Chunki o'sha Shinjanga ketayotdim. Lekin Urumchida layover bor edi o'rtaga. Savol bor, qarang, misol uchun ko'pchilik aytga o'zini tiqyapti-da, pul ko'p deb. IT-ga boradi, dastlab 6 oy o'qiydi, chiqadi, ishga topishadi, o'qishiga o'xshaydi, chiqib ketyapti sohada. Oldin shunaqa edi, lekin hozir ham bor. Yo'q, unaqa yo'q. AI bilan boshlayapti hozir shunaqa hodisa. AI ko'p odamlar shunaqa deb ayol hozir. Mana sun'iy intellekt o'rgatamiz. Hozir shunaqa kurs juda ham ko'p. Men o'zi Instagramga kirsam, Instagramga o'zi bir tanishlarning storiesini ko'raman-da, tez chiqib ketaman, bo'lmasa vaqt yeb tashlaydi. Ko'raman, aytib qo'yadi, AIda bunaqa qilamiz, AIda bunaqa qilamiz, AIda bunaqa qilaman. Yoki senga shunaqa narsa kerakmi? Senga buni o'rgataman. Jinni bro. It's crazy. Let me finish my question. Endi qarang. Hozir qarang. O'zi kecha nimadir o'rgangan YouTube'dan o'shani sotyapti. Bro. Sodiq aka shunaqa ITga kirishyapti. Men boshqa devorga otishni tiyib, keyin qaytib deb qo'yadi. Chunki o'zi ITga sohaga kirib, unda unash bemalol bo'lish nima qilish qancha vaqt kerak? Ya'ni IT kirayotgan orasida successfullar bor aslida. Zo'r shirkatlar o'zlari vaqt kelganlar bor, lekin orasida o'xshamaydilar ham bor. Ularga nima kerak o'zi foundationga? Birinchidan siz ITga o'zi nimaga kirayotganingiz anaqasi bo'lishi kerak-da. Chista maqsad bo'ladi-yu, maqsadi bo'ladi-yu. Ya'ni tipa ITga cross, okey. Qanaqadir katta kompaniyada ishlagani uchunmi yoki ITni zo'r o'rganib turib, qanaqadir startap qilganmi? Yoki ITni o'rganib, networkni oshirib, qanaqadir billa company ochganimi? Ya'ni juda ham diverse, juda ham mana men qo'shilib boyga aytgan gapim faqat sertifikat uchun. Ko'pchilik nima deydi? ITdan ko'p pul keladi, men bunaqa qilaman. Sertifikat. Wow, sertifikat. Medal. Bunaqa narsa. Как diplomdek qarashmoqda. Ya'ni mali boshqa ko'p kerak.
Ha, diplom is man hozir real narsa aytaman. Paper, it's just paper. Certificate is just paper. Like o'zi mana bunaqa narsa borda 99% Knowledge. bilan bir top 1% odam bo'ladi baribir top 10 baribir 90% odam qanaqadir nima deydi o'zini shu ko'rganiga ishonib ergashib ketib mana shuni qilsam zo'r bo'lib ketar ekanman degan narsa bo'ladi ular faqat maqsadni o'ylaydi protsess emas Da, va ana. aytdilar protsessdan icebergni tepadagi uchini ko'radi-yu, wow deydi. Ha, mazza ekan deydi, lekin tagidagi narsani ko'rmaydi. O'sha. That's why like a lot of people vanch ko'payib fail. A lot of people. keyin o'zimiz gaplashib o'tiramiz anaqa qilinglar ha gaplashib o'tiramiz O'shaning uchun ko'p odam fail bo'ladi. Biroq yana bitta savol beray. ha bo'pti oxirgisi Avvaldan aytib ketgan odamlar kasb olib qo'yadimi? Bu boshda. Shu boshda. Oxirgi o'yin masalan. Taxmin Xo'p, men your opinion. okay. My opinion. O'sha shunaqa gap bor. AI'ni ishlatgan odamlar, ya'ni AI'ni zo'r ishlatadigan odamlar, AI'ni bilmagan odamlarni o'rnini ishini olib qo'yadi degan gap bor. Lekin men real narsani aytaman. Agar sen nimadir zo'r bilsang, ya'ni o'zingni sohangni nima deydi, buzib yuboradigan, vashshi yorib yuboradigan odam bo'ladi. Shunaqa bo'lsa, AI'dan tashqari umuman hech kim olib qola olmaydi. Masalan, siz nimadir qilasiz, o'shani siz e'tibor berib, fokusni dahshat ko'rinish qilasiz, ya'ni maksimum levelda AI'dan tashqari hech kim olib qo'ya olmaydi sizni o'rningizni. Ya'ni sizdan o'rgangan odam ham olib qo'ya olmaydi. Siz chunki siz o'zingizsiz, siz nima qilayotganingiz o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Yeah, it depends. Like agar siz prosta nomiga nimadir qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni shadow bo'ladigan bo'lsa, AI olib qo'yadi. Why not? Why not replace you? Like we are paying you 1k dollars, 1k USD dollars. So why not use AI paying $20? Why not? Like you're just a shadow. Yani it depends. Ya'ni hozir AIdan foydalanish qanaqadir ma'noda majburiyat. Majburiyat emas, Skill. ya'ni skills ham bo'ladi, ya'ni lekin yana yana o'sha gapni aytaman. You should know the fundamentals. Siz fundamental bilishingiz kerak. Those hard things. rahmat rahmat ancha narsa o'rgandim lekin ko'p motivatsiya berdingiz zo'r bo'ldi menga yoqdi zo'r yana chaqiramiz ikkinchi 2:0 bo'ladi 2:0 chiqadi keyin ani pluribus ko'ring o'shani muhokama qilamiz vashshi zo'r ekan Aytashib yuboring Instagramda. da o'shani ko'rib muhokama qilamiz keyingi hafta kelishingiz bo'ladi ofisda qilishga studiyada qilishga harakat qilamiz topamiz joy rahmat sizga biza podcastimizni yozing like comment Like, comment, share deydi. And by the way, join the hackathon, AI vibe coding hackathon. This is free. Yeah, it's totally free and the prizes are insane. Currently we have $500,000 in US dollars in prizes. Really? Yeah. And We are more than talking- 700 participants. But we have like today is 18th, so we have 12 more days, so I will try to get $1 million US dollars, maybe even more. I will try to get investors from OpenAI, Lovable, Cursor, WeZero, Vercel, like Replit, everything. So I'll try to do my best to make this hackathon in the next level. So just join, link below. And also we are organizing in person in Nigeria and in Nepal, maybe also in Khorazm. Al-Khwarizmi, yeah, in Al-Khwarizmi University or in Tashkent, New Uzbekistan University. So, yeah, join. bosinglar biza xorazm tilida bo'lmadi ingliz tili rus anaqa o'zbek tili aralash harakat qildik subtitrlar chiqarib qo'ying o'zingcha Ko'p menga yoqdi narsani rahmat ko'p fikr ingliz tilida keladi o'shaning. man tushunamiz Chunki ani aytdim-ku, oxirgacha nima deydi? Yo'q, 70%, 80% onlayn o'tirganman o'shaning. ha bo'ldi tushundik rahmat bo'ldi o'chiravering sog' bo'linglar joining